أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli o'quvchilar, saboqdoshlar, darsga xush keldinglar. Bugun darsimiz oldingi darsning davomi bo'lib, oldingi darsimizda namoz o'quvchi namozda qaysi xil faoliyatlarni qilsa bo'ladi degan bu haqda to'xtalib o'tganmiz. Ya'ni namoz o'quvchi namozni başlagan vaqtda qo'lini qandoq tutadi, başlagandan keyin istiftah duosini qaysi duoni o'qiydi, a'uzuni bismillahni damdu demamdi, bismillahni oshkora demdi yoki yushurun mahfi demdi degan bu haqlarda darsimizda davomlashtirib kelgan. Bugun buning davomi bo'lgan ikkinchi rak'atda, ya'ni qa'di ulada birinchi qitimliq o'ltirishda tashahhudni o'qiydi. Tashahhuddan boshqa na duo, na durud biror narsani o'qimaydi degan bu haqda darsimizni davomlashtirmoqchi. Chunki darsning bashi shu yerda to'xtalgan. Qala va la yazidu ala at-tashahhud fil qa'datil ula. Namoz o'quvchi birinchi qitimliq 4 rakatlik namozning o'tirishdagi qa'dada birinchi qitimliq o'tirishda tashahhuddan boshqasini o'qimaydi. Tashahhuddan boshqa duo ya durud duo ya durudni bununla ziyoda qilmaydi. Buning dalili Ayşe radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisga asosanki, annan nabiy sallallohu alayhi va sallam kana la yazidu ala tashahhud fi rak'atayn. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Ayşe radhiyallohu anhu mundaq deb rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam tashahhudga 2 rakat o'qib, 3-chi rakatga qopmoqchi bo'lgan chig'ida bu qa'di ulada tashahhudga bir narsani qitib qo'ymaydi va qo'shab qo'ymaydi. Faqatlam tashahhud o'qiydi degan bu hadisga asosan. Bu hadisni Abi Qatada radhiyallohu anhu ning rivoyati bilan Imom Buxoriy, Imom Muslim chiqargan. Ya'ni bu hadisni Abu Ya'lamu o'zining musnadida mundaq chiqargan. Kana la yazidu fi rak'atayn ala tashahhud deb. Bu isnodi sahih bo'lgan hadis. Summa yanhazu mukabbiran. Ya'ni tashahhudni o'qib bo'lgandan keyin Allohu akbar deb takbirni aytib o'rnidan turdi. 3-chi rakatga namoz o'quvchi o'rnidan turdi. Li'annahu atamma shaf'al avval. Chunki u qa'di ula bilan birinchi qitimliq tashahhudga o'tirish bilan avvalgi 2 rakat jub namozni to'liqlab bo'ldi. Va uningga 2-chi qitimliq jub namoz, ya'ni chunki oxirgi 2 rakat namoz o'qish qolib qoldi, buni o'qimasa bo'lmaydi. Am bu aşı namozni o'qishga yo'tkiladi. Va yaqra'u fihima fatihatal kitob. 2-chi rakat, ya'ni 2-chi qitimliq jub namoz bo'lgan 3-chi rakatdan 4-chi rakat, bu 2 rakatda sura Fatihani o'qiydi. Bu sunnat. Bihi varadal asar. Bu 3-chi va 4-chi rakatda sura o'qimay, faqat suratul Fatihani o'qish to'g'riliq asar keldi. Ya'ni buningga ba'zi bir asarlar kelgan, hadislar kelgan. Yuqori degandek, buna Imom Buxoriy
İmam Müslim rivayet kılgan hadisde ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kan yaqra'u fi zuhri Peygamber Aleyhisselam peşiminin avval hareketinde Ummul Kitab bilen işkidanı sürünü okuyttu. Ahirki işkirakette Ummul Kitabını okuyttu ve bizge ayetini anlatıp koydu degen. Eğer halisa Subhanallah desimi buludu. Çünkü Fatihatul Kitabını okuş vacip emas o. Namaz aldın namaz bilen mükemmel buldu. Suratul Fatiha'nı okusunu buludu. Onu okumay başka tesbihlini istimi buludu. İmam Hasan raval Hasanu an Abi Hanife İmam Hasan Abi Hanife rahimahullah'ın rivayet kıldı. Ennel kıraate fil uhrayni vacibetun. Ahirki iki rekatte kıraat kılış yani Suratul Fatiha'nı okuş vaciptir. Velev terekeha sahiyen eğer o kişi Suratul Fatiha'nı hatalıkta bilen unutup kılıp isidin çıkıp ketip koyup koysa bu kişiye secde sahvi vacip deganini rivayet kılgan. Bu imamı Ebu Hanife rahmetullahi aleyhininki qarışı vacip emas digiçilerge qarta deyilgen söz. Ve fi zahir rivaye lev sekete fiha amiden kana musi'an. En uçuk rivayette eğer namaz okuğucu Suratul Fatiha'da kasten Sura Fatiha'nı okumay 3. rekat, 4. rekat bolgandikin boldular dep okumay jim tursa o günahkar buludu. Yani qanday qilgan sünnetni qo'yib qo'ygan, sünnetga muxolif chiqilgan buludu. Ve in kana sahiyan la sahva alayhi. Agar xatalishib ya unutib qapti yoki başka bir sürülerini okuş bilen okumagan bolsa bu kişiye sahvi yok. Çünkü unutib qalgan yoki xata ketgan yoki uxlab qalgan yoki majburlangan ish bo'lib qolsa buningga shariatda hisob yo'q. Ve yeclisu fi ahir salati kema beyyana fil ula lima ravayna. Namazın en ahiriste yani 4. rekatni o'qib bo'lib o kişi biz 1. rekatta bayon qilganimizga o'xshash o'ltirdi. Biz rivoyat qilgan hadislarga asosan o'ltirib ve yetashahhadu kema qulna. Biz deganimizdek o tashahhud o'qiydi. Yani at-tahiyyatni o'qiydi. Ve yusalli alan nabiy sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhisselam'a durut yollaydı. Ve huve sünnetun. Bu durut yollaş sünnet. Peygamber aleyhisselam Abdullah ibn Mesud'a deganlik uchun Abdullah ibn Mesud'a teşahhud yutib qo'yganda iza qulta haza aw fa'altahu faqad tammat salatuka degan. Agar buni desang ya buni qilsang yani salatni desang yoki salatni qilsang namozing to'liq bo'ldi degan. Mana bu hadisning tamamı İmam Ahmed bunda deb rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning qo'lini tutdi, uningga namozda tashahhudni yutib qo'ydi. Dediki: "At-tahiyyatu lillahi va salavatu va tayyibatu assalomu alayk ayyuhan nabiyyu va rahmatulloh" degan mushuni deb qo'ygandan keyin "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh" Payg'ambarim fayza qadayta hada bunu sen tugutib bo'lsang ya dedimki fayza fa'alta haza bunu qilib bo'lsang sening namozing xolisang ado bo'ldi, xolisang qo'pab ketsang bo'ladi, xolisang o'ltirsang bo'ladi dedi. Lekin hadisning oxiridagi fayza qulta haza faqat qazayta salatak degan o Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu so'zi ekan. O Payg'ambar alayhisolamningki gapi emas. Buni Zuhayr degan ravi hadisning qatoriga kirgizib qo'ygan. Allaqat tamama bi ahadil amrayn. Payg'ambar alayhissalatu vassalam mana bu yerda namozningki butunlashadiganligini ikki ishning biriga nima qilib qo'ydi? Bog'lab qo'ydi.
Yani ikki ishning biriga bog'lab qo'ydi. Ikki ishning birini qilsang, namoz butunlashidi, mukammallashidi, namoz to'liq bo'ladi deb uningga bog'lab qo'ydi. Ya buni desang, assalomu alaykum va rahmatullohni desang, yoki buni qilsang, mana bu namoz ikkisining biri bo'lgan chaqda butunlashidi. Fadalla ala anna salata ala nabiy laysat bi farz. Bu ikki ishning birisining bo'lganligi namoz bo'lganligi bilan namozningki mukammal bo'ladiganligini uqtirib berganligi Payg'ambar alayhisalom durud yo'llashning farz emasligiga dalolat qildi deydi. Chunki agar bu mutaayyan farz bo'lgan bo'lsa, ya o ya bu bilan Payg'ambar alayhisalom ikki ishning biriga es qo'ymay, cho'qim ikkining biri bo'lgan yoki biri bilan to'xtatdi, ya'ni shunga bog'laydi. Va hiya vajibatun indana xarij as-salah. Bu salat, ya'ni durud yo'llash vacip bizning qarashimizda namozning sirtida. Namozning sirtida yo'llasin bo'ladi. Amalan bil amril varid biha fil Qur'on. Aşı durud yo'llash to'g'risida Qur'oni Karimda kelgan buyruq amal qilib, Alloh taolo ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima degan bu xil buyruqni buyurgan bo'lg'achqa buningga amal qilish uchun namozning sirtidami durud yo'llasa bo'ladi. Fala yalzamuna al-amalu bihi fi salat. U buyruqqa namozning ichida u buyruqqa amal qilish namozning ichida lozim kelmaydi. Namozning sirtida amal qilsak bo'ladi. Alloh taolo buningga namozning ichida amal qilinglar deb degan emas. Qala va yad'u bima sha'a min alfaz al-Qur'on wal ad'iyat al-ma'sura. Musannif deydi, namoz o'quvchi durudni o'qib bo'lgandan keyin xalqan Qur'onning lafzlari, Qur'oni Karimdagi duo oyatlar bor. Rabbana atina deganga o'xshagan yoki Rabbana hab lana min azwajina va zurriyatina deganga o'xshagan yoki Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman deganga o'xshagan yoki Rabbana ighfir lana zunubana deganga o'xshagan duolarining qaysi birisi bilan Qur'onning lafzlaridagi bo'lgan duoning va Rasulullah'dan rivoyat qilingan duolar bor. Bu duolarining qaysi bilan xolisa duo qiladi. Payg'ambar alayhisalom summahtar minad duoi atyabahu. Sen duodan o duoning eng yaxshini nima qilgan? Tanlag'in degan. Eng yaxshini tanlag'in. Ya'ni o'zingizning hojatini tanlag'in, g'amlaringni tanlag'in, ustingdagi masalalarni tanlag'in. Yeni bir hadisda İmam Buxoriyning lafzida summa yatakhayyaru min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi fayad'uhu deb kelgan. Bu kishi duolidan o'ziga eng yoqadigan, o'ziga yoqadigan, o'zi qiziqadigan, o'zi ko'p qilg'usi keladigan duoni tanlab duo qiladi desa, İmam Müslim summa yatakhayyaru min al-mas'ala degan. Ya'ni tilgisi bor narsani tanlab, shuning eng yaxshini tanlab duo qiladi degan. Demak, durud tamom bo'lgandan keyin namoz o'quvchi qaysi xil shaklda duo qilsa bo'laveradi. Rabbana atina fid dunya hasanatan o'qish bu xas emas. Uningdan boshqa duolarni o'qisimi, Qur'ondan o'qiyamdi, hadis Rasulullahdan o'qiyamdi, ya boshqa bir rivoyat qilingan yaxshi duolar bilan o'qisa bo'laveradi. Wal qa'datul akhiratu fardun. Oxirgi qitimliq o'ltirish, ya'ni 2 rakatlik farz namozda ikkinchi rakatida o'ltirish nimaga o'xshagan? Bomdat namozga o'xshagan 3 rakatlik namozning 3-chi rakatida, 4 rakatlik namozning 4-chi rakatidagi oxirgi qitimliq qa'da o farz. Va tashahhud fiha bu yerda o'ltirish farz. O'ltirsa bo'ladi. Tashahhud o'qish bu qa'dada vojibdir deydi. Ayadiki mesela vacip teşahhud emas. Fakat
Qa'da vacib, o'ltirish vacib. O'ltirsa bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam deganlik uchun A'robiyning hadisida bir yeziliq bilim saviyasi tuvan ma'lumatsiz bo'lgan bir kishi Rasululloh masjidda namoz o'qib o'tirayotgan yo bir da'vat qilayotgan paytda kelib namozni intayin tez o'qidi. O'qiganda Rasululloh "Ma namozing bo'lmadi, qayta namoz o'qigin" deganda yana o kishi yana o'qidi. Oxirida Rasululloh "Sen namoz o'qimading" deb, "Manda o'qigin" deb Rasululloh namozda bayon qilgan chig'ida "Iza rafa'ta ra'saka min akhir sajdatin" degan bir hadis bor. Sen beshingni oxirgi qitimliq sajdadan ko'tarsan va tashahhud miqdori o'ltirsang, ya'ni at-tahiyyatda o'ltirsang, faqat tammat salatuka degan bir gap bor. Sening namozing nim bo'ldi, ya'ni butunlashdi, mukammallashdi deb bor. Ama bu musannif rahimahullohning mushiyada mushi ibora bilan "Iza rafa'ta ra'saka min akhir sajda va qa'adta qadrat tashahhud faqad tammat salatuka" degan bu xil ibora bilan ibora surish musannif rahimahullohning xatoligi. Chunki bu ibora yuqorida tahrij qilingan hadisda, A'robiyning hadisida asla yo'q. Shundaqla biz izdigan hadis kitoblarida bu xil holatda ibora yo'q. Ve Hanefi fuqahalarımı bu kitaplarda bu xil holatda ibora sürgen ya işletken mi emas. Bu hadisning o'qishi Ali radhiyallohu anhu mundaq deb "Iza qa'ada qadrat tashahhud faqat tamma salatuhu" deb kelgan. Demek endi bu xil holatda bo'lmasimi? Ammo sahih hadislarda sajdaning oxirisida, ya'ni 4-rakatda sajdadan boshni ko'tarib qilgandan keyin cho'qim qanday qilish kerak? O'ltirish kerak. Shu o'ltirishning farz ekanligini Imom Hanafiy, Abu Hanifa bayon qilgan. Allaqa tamama bil qada duna tashahhud. Mana Payg'ambar alayhisalom namozninki mukammalligini, to'liq bo'ladiganligini, ado bo'ladiganligini tashahhudga bog'lamasdan qa'daga bog'lab qo'ydi ya. "Iza waqa'atta qadrat tashahhud" deb tashahhud miqdori o'ltirsang dedi. "Va miqdarul fard fil qu'ud miqdaru shahadat." Tashahhud. Farzning miqdori o'ltirishda, tashahhud miqdori. Qanchalik o'ltirsa bo'ladi desa, tashahhudni o'quvchilik bo'lgan miqdorda yoki o'quvchilik bo'lgan miqdorda o'qisa bo'ladi. Shunchalik miqdorda o'ltirsa farz ado bo'ladi, mayli u tashahhud o'qimasa ham. O'ltirish farz, tashahhud o'qish vojib. Qala summa yusallimu an yaminihi. Abu Sannib deydi, "An mana tashahhudni o'ltirdi, durutma o'qidi, Qur'oni Karimning lafzlari bilan bo'lsin, ma'sur hadislardan bo'lsin, buningdan elib duoni qildi. Undan keyin qanday qildi desa, o'ng tarafiga "Assalomu alaykum va rahmatullohi" deb, so'l tarafiga shuningdek "Assalomu alaykum va rahmatullohi" deb salom beradi. Salom berish bilan namoz tugaydi. Bu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning rivoyatiga asosan. Abdullah ibn Mas'ud shunday rivoyat qildi. Annahu sallallohu alayhi va sallam jazban Payg'ambar alayhisalom kana yusallimu an nabiyhi, o'ng tarafiga salom bitdi, hatto payg'ambarning o'ng tarafidagi mangzining oqligi ko'rildi. "Assalomu alaykum va rahmatulloh" deb manda qilganda inakining ma tarafi ko'rinibdi. Sol tarafiga va an shimalihi, sol tarafiga salom bitdi, hatta yura bayadu haddihil aysari, o payg'ambarning sol inakining iqi ko'raliga qaray bunda qilgan chaqda mushi tarafini keyin namoz o'quvchilar, ya'ni iqtido qiluvchilar ko'pigday darajada Rasululloh salomni kamil bitdi.
Ve yenvi bil ula men'an yeminihi minel malaiketi ven nas. On tarafı bilen on tarafındaki malaike insandan ibaret kişilerini niyet kılıdı. Birincisi de. Ve bil ukhra ikkinchisi de sol tarafındaki de shuningdek assalomu alaykum ve rahmatulloh deb on tarafiga salom berganda on tarafındaki qashlik namozini bilgan insonlar ve şu namazga hozir bo'lgan malaikalar sol tarafiga bo'lsa buni niyat qilib turib assalomu alaykum ve rahmatulloh deganda shu malaikani niyat qilib turib ma'mumni ya'ni qashdagi namoz o'quvchilarni niyat qilib turib andan o salom beradi. Li'annahu khitabul hazirin. Çünkü assalomu alaykum ve rahmatulloh degandagi kum degan qashda ba gapini anglaydigan hozir odamlarga qiladigan so'z o xitob. Ve yenvel imama fil cihati allati huwa fiha. Ve imamni niyat qiladi. Tarafdaki o kishi ol tarafda shu o imam qaysi tarafda bo'lsa aşı tarafda. Mesela imamның oң tarafida o'qigan bo'lsa, sol tarafida imam bor, u tarafda imamni niyat qiladi. Agar imamning sol tarafida namoz o'qigan bo'lsa, imam oң tarafida qoladi-da, hamda udul-mudul o'qiganmagandek ya imamning oң tarafi bo'ladi ya sol tarafi bo'ladi. Shuningga asosan qaysi tarafda bo'lsa, u imam u tarafda buni niyat qiladi. Va in kana hizaahu yanwihi fihima. Agar uduldi bo'lib qolsa, imamning orqasida o'tirib, udul o'tirib namoz o'qigan bo'lsa, imamni ikkala tarafda oldi, o'ng, so'l tarafga ikkala tarafga qolgan chaqda shu tarafda imamning niyat qiladi. Va qila fil yamin, ba'zanlar o'ng tarafda degan. O'ng tarafda niyat qiladi. Val munfaridu yanwi al hafaza la ghayru. Namozni jamoat bilan o'qiganligi yuqoridagidek qiladi. Ayrim o'qiganlar qanday qiladi desa, ayrim o'qiganlar shu namozni yozadigan hafiz malaikalar va yamadulida shuni niyat qiladi, boshqa. Chunki uning atrofida hech kimsa bo'lmaganligi uchun. Val khuruju bi labzi salami laysa bi farz. Assalomu alaykum ve rahmatulloh deb namozdan chiqish bu farz emas. Qanday chiqsa bo'ladi. Tashahhud miqdori o'ltirib bo'lgandan keyin yel yurishib ketsimi bo'ladi, gap qilyapsimi bo'ladi, o'rnidan qoflamchi ketsimi bo'ladi. Bu farz emas, lekin vojib. Gunohkor bo'ladi. Lima ravayna min hadis ibn Mas'ud. Biz rivoyat qilgan o'sha Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhu hadisiga asosan Abdullah ibn Mas'udning yuqori hadisida miftahu salati at-tahur payg'ambarim namozningki ochquchi tahorat va tahrimuha takbir o namozni nima qiladigan harom qiladigan hurmatli qiladigan takbir uni halol qiladigan salom degan mana bu hadisga asosan farz deganlar bo'lgan. Ve ennehu yunafil fardiyye ikkinchi birisi boydiz farzlikka yani salam bilan namozni buzishning farzligiga qarshi keladi. Farz emas o. Ve amma qavluhu sallallahu aleyhi ve sellem anna payg'ambarimninki yuqoridagi degandek va tahliluha taslim namozdan chiqish bu salomga bog'liq salom bilan bo'ladi deganiga qarta qanday qaraysiz desa Peygamberimning va tahliluha taslim deganligi vojiblikka dalolat qiladi. Ya yuqorida vojibni ya sunnatni uqtirib turadi. Va nahnu naqulu bi biz shunda deymiz ya vojib deymiz ya sunnat deymiz ammo farz emas. Farz emas deymiz. Ba'zi mazhab ulamolarining ixtilofiga o'xshamaydigan yeri shu. Ular farz deb qaraydi. Faslun yuqorida namozning ichidagi ibodat va farzlarni bir bayon qilgandan keyin va namozning oldidagi farzlarni bayon qilgandan keyin biz darsimizda endi bir namoz bor, vitr namozi. Mushaqda to'xtalamiz. Vitr namoz bu haqda ulamolarning ixtilofi bor. Jumladan Imom Abu Hanifa hatta Hanefi mazhabninki ashabining o'zining orasida ixtilof bor. Jumladan Imom Abu Hanifa va Imom Muhammad qatorliqlar buni farz
emas, vacip desa, ba'zilarcha bu farz emas, nima? Sünnet davatkan. Yeni ba'zilar bu farz bu davatkan. Bana bunun ihtilafları var. Yani bu ihtilaflarının ki sebebi nima? Onun menbesi nereden dese Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de farz namazını hemmine bayan kıtladı. Hem en sahih olan hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam namazının 5 vakit olduğunu bizge bayan kıtladı. Ama vetri bu vetri farz emas. Anda bu çağda bu hakta nima deymiz desa, farz deydi desak, birinciden oyatga, ikkinchidan eng sahih bo'lgan hadisga nima qilgan, qo'shab qo'ygan, ya'ni xabari vohid bo'lgan hadis bilan biz qo'shab qo'ygan bo'ladi ekanmiz. Bunda qo'shab qo'yishga bo'lmaydi. Ammo uni sunnat deydi desak, Peygamber aleyhissalatu vesselam'nınki bu haktaki ta'kidlab kelgan, alohida ta'kidlab kelgan hadislar ko'p bo'lganligi uchun biz buni sunnatmi deyamidik, uni qanday deymiz? Vojib dedik. Gerçi derecede vacip bo'lsa-mu, ammo gunoh bo'lish jihatda farzga o'xshash gunoh bo'ladi deymiz. Al-vitru vacibun. Vitr bu onun ixtilof. Vitr 3 rekat mı yoki 1 rekat mı degan haqda ulamalar 3 rekat degan rivoyat var. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın 3 rekat o'qigan hadislerini ba'zilar avvalgi 2 rekat nafl sünnet, 1 rekat vitr desa, yana ba'zilar vitr 3 rekat degan hadislarni turib 3 rekat deganligi kelgan. Jumladan Hanafiylar 3 rekat deydi. El-vitru vacibun. Faslun. Vitr vacib. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın innallaha ta'ala zadakum salatan ala salavat ila salavatikumul khams degan hadisiga asosan. Haqiqatan Alloh taolo sizlarga 5 vaqt namozlaringizga farz qilgan 5 vaqt namozlaringizga yana bir tal namozni qo'shib qo'ydi. Ziyoda qildi. Ala va hiyal vitru. Bilib qo'yinglar. U namoz nimadir? Vitrdir deb bo'lib fahafizu alayha. Sizlar mushu namozni saqlab qolinglar. Bu namozni tashlab qo'ymanglar degan Rasululloh bu hadisda bayon qilgan. Endi bu hadisni Abdullah ibn Amr ibn al-As'dan Imom Ahmad musnadlari chiqargan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu hadisda har xil innalloha azza va jalla qad zadakum salatan va hiyal vitru desa, yeni bir hadisda innalloha zadakum salatan va hiyal vitru fasalluha ma bayna salatil isha'i ila salatil fajr degan. Dedi Peygamber Aleyhisselam laqad amaddakumullahu bi salatin ya khairul lakum min humrin na'am qulna wa ma hiya ya Rasulullah qala al vitru fima bayna salatil isha ila tulu'il fajr degan hadislar bor. Ana yana ba'zi hadisda salasun hunna alayya faraiz Rasulullah'ın 3 narsa bor. U 3 narsa menga farz va hunna lakum tatawwu'un usiligi nima? Nafla. Rasulullah'a farz amma sahabalarga uchun nafla. Birinchisi al-vitru. Nima qilish? Al-vitru ya'ni vitr o'qish, taq namoz o'qish. Ikkinchisi nahr mol bo'g'izlash. Uchinchisi salatul duha, osh vaqtining namozi. Mana bu menga farz, sizlarga nafla degan. Buni shundoq hadislarga asosan buni nima qiliq farz emas, vojib deymiz. Va ziyadatu takunu min jinsil mazid alayhi. Ana buni vojib deyishning ikkinchi dalili yuqoridagi. Ikkinchi dalili bir narsani u yana bir narsaga qatmoqchi bo'lsa, qetilmoqchi narsa, qetilinmoqchi bo'lgan narsaniki nimasidan bo'lish, jinsidan bo'lish kerak. Masalan, vitrni 5 vaqt namozga qatmoqchi biz. Qatmoqchi bo'lgandan keyin Alloh taolo va zadakum salatan degandan keyin u cho'qim u 5 vaqt namoz farz bo'lgan ekan, ashumi farz bo'lmasa bo'lmaydi. Uni bilan qator bir qatorda turish, bir safga tizilish
yoki shuning qetilish uchun cho'qim farz bo'lmasa bo'lmaydi. والزيادة تكون من جنس المزيد عليه degan şu. Yani bir narsani yeni bir narsaga qatish uchun, masalan, vitr namozini 5 vaqt namoz qatish uchun qetilmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni qetitilmoqchi bo'lgan narsa, shu vitr qetilguchi narsaga, ya'ni namozning jinsidan bo'lish kerak. Va qadiyatuhul fardiyya, endi uning masalasi farzlik masalasi, farzmi emasmi degan masala. Endi farzmi emasmi degan masalada azroq ixtilof bo'lganligi va xabari vohid bilan oyatga ziyoda qilg'ili yoki sahih hadisga ziyoda qilg'ili yo mutawatir darajasiga hadisga ziyoda qilg'ili bo'lmagandan keyin o farz degili bo'lmadi. Onu qanday etmiz? İlla annahu laysa maqtu'an bih. Lekin onun farz meselesi keskin bir mesele emas. Faqulna şo'lachimiz vacib deymiz. Ve qala Abu Yusuf ve Muhammed, İmam Abu Yusuf bilen İmam Muhammed rahimahullah o sünnet dedi. Bununla Peygamber Aleyhisselam'ın salasun kutibat aleyye ve lem tuktab aleykum deganlik uchun. Üç narsa var, bana farz qilingan, sizga farz qilinmagan deb bir rivayette vahiye lekum sünnetun deb ba'cho şu rivayette. O üç narsa sizga sünnet dedi. El vitru ve duha vel udha. Biri vitir, ikincisi çaşkı namazı, üçüncüsü kurbanlık dedi. Demek müşahede Peygamberin vahiye sünnet degan bo'g'achqa buni sünnet vacib emas, yani deymiz. Kulna el kitabetu hiyel farz. Biz deymiz ki kitabet degan o farz o. Kataba deganning ma'nosi farz qildi degan ma'noda keladi. Bu yerda valam tuktab alaykum degan sizlarga farz qilinmadi deganligi uchun qala taala inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqut. Mana bu shadama Allah Teala haqiqatan namoz mu'minlarga vaqti iniq bekitilgan farz bo'ldi dedi. Yani fardan muvaqqat. Bir şeyde kitaben degandagi kitap farz ma'noni uqtirib berdi. Yani bu salasun kutibat alayya bana farz qilindi, va lam tuktab alaykum degan sizlarga farz qilindi degan o sizlarga sunnat. Jelidu farazligi bu. Mesela mektuba, as-salatul mektuba, farz namaz deymiz. An bir yerdagi kitabetni nafi qilish, farziyatni nafi qilish bulanlığı ya. Ve lem tuktab aleykum degan sizlarga farz qilinmadi degan gap bu farz emas demakchi. Ve nahnu la naqulu bil fardiyya. Biz unda bo'lganda farz demaymiz, balki vacib deymiz. Amma qawluhu amni vacib emasayna, ama sünnet muamesandası sünnet emas deymiz. Ama Peygamberimizin vahiye lekum sünnet, o sünnet degeni sebete vucubuha bis sünnet demektir. O sizlarga sünnet degan sünnet bilan sizlarga uning vajibligi kelgan demektir. O sünnet demektir emas. Li'annahu sallallahu aleyhi ve sellem huve'llezî emere biha. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ya onunla. Vel emru lil vucub. Emri degan nima? Buyruq uchun. Yani vacib uchun. Emri, buyruq degan davomli vacib uchun bo'ladi. Va hiya indahuma a'la rutbatan min jami'as sunan. Bu vujub degan o ikkisinki İmam Muhammed bilan İmam Abu Hanifa'nın qarshida mertebe cihati bütün sünnetlerden nima üstün var. Yani meyli sünnetul muakkede olsun, meyli sünnet ravatibi olsun, meyli adetki sünnet olsun, hemmisinden yukarı onun derecesi. Yani vetterininki derecesi yukarı. Hatta la tecuzu qaiden ma'al kudret alel qiyam. Şuna derecesi yukarı boğaçka o uyur turuşlu qadir bulap durup o'ltirib o'qisa durust bo'lmaydi muhabbatlarni. Wala ala rahilatihi min g'ayri uzrin wa tuqza. Ulug'i ustida, ya'ni uzrisiz ular ustida o'qvasa bo'lmaydi. Qazosida qiladi. Ya'ni o'chaqda anda o'qimay qazosida qilsa qiladi, o'qvatmaydi. Sunnatlab qolsa bo'laveradi.
Buni Al-Muhit nomli kitobda zikr qildi. Qala va hiya salasu rak'atun kal maghribi la yusallimu baynahunna. Bu vitr namozi 3 rakat bo'ladi. Namoz shamga o'xshash. O'ttirsa salom bermaydi. Endi buningda bir ixtilof bor. Ya'ni jumhur ulamolar 1 rakat vitr deganning ma'nosi o'zidan o ta jubbamas degan bo'ladi. Unda olgan chaqda oldingi 2 rakatni o'qisak jubbalab qoladi. O oldingi 2 rakat tahajjud namozi ya nafl namoz, ammo vitr o 1 rakat dedi. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b, Aisha, Salama radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisga asosan anna nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yutiru bi salatin la yusallimu illa fi oxirihinna. Bular payg'ambar sallam 3 rakat bilan vitr o'qitdi va uning oxirisida faqat uning oxirisida salom berdi degan bir hadisni nima qilgan. Ana buni bu hadisda bir neçe yoldan Aban Qatada, Zurara ibn Avfa, Sa'd ibn Hisham, Aisha, kana Resulullah yutiru bi salatin la yusallimu illa fi ahirihinna dabba. Mana bundaq hadislarga asosan. Endi Resulullahning boshqa hadislari avvalgi 2 rakatni va u vitr emas, nafli, ammo avcho bosh vitr dedi. Qala ve yaqra'u fi jami'iha. Hammasi qiraat qildi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi rakatni hammasi qiraat qildi. Vel mustahabbu an yaqra'a fil ula bi Fatihatil kitob. Mustahab fatwa birinchi rakatda Fatihatil kitobni Sabbih ismi robbikal a'lani o'qish, ikkinchisida Fatihani Qul ya ayyuhal kafirun o'qish, uchinchisida Fatihani Qul huvallohu o'qish kerak. Mana shunda naql qilindi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiroati bu vitr haqida. Va li'annahu lamma ukhtulifa fi wujubiha. Ana buning vojibligida ixtilof bo'lganlikdan Abu Hanif rahimahulloh bilan Imom Muhammad rahimahulloh vojib desa, Imom Abu Yusuf rahimahulloh bilan boshqa jumhurlar buni sunnat degan, bunda ixtilof bo'lganlik uchun buning hammasida qiroat qilish vojib bo'ldi ehtiyotan. Agar sunnat bo'lgan bo'lsa qiroat qilmasa bo'ldi. Lekin vojib bo'lish ehtimolligi bo'lganligi uchun buni ehtiyotan qiroat qilindi. Va yaqnutu fi salisati qabla ruku. Musannif deydi, 3-rakatda rukudan burun qunut o'qiydi deydi. Endi boshqa bir hadislarda rukudan kim qunut o'qigan deb kelgan. Va yarfa'u yadayhi qo'lni ko'tardi. Shu vaqtda Allohu akbar degan chaqda qo'lni ko'tardi. Lima ravayna yuqorida biz rivoyat qilgan hadisga asosan va yukabbiru lima marra mana takbir etdi. Yuqorida o'tib ketgan hadisga asosan summa yaqnut an duoyi qunut o'qiydi. Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qilganlik uchun payg'ambar sallam 3-rakatda rukudan burun nima qildi? Namoz o'qiydi, ya'ni qunut o'qiydi deb rivoyat qilganlik uchun. Ana ba'zan hadislarda rukudan kin deb bor. Ba'zilarda rukudan burun deb bor. Del ixtilof nereden kelgan desa, hadislarninki xilma-xil ekanligidan kelgan. Aningdan keyin bu yerdagi ixtilof tarjihdan kelgan. Ba'zilar bir rukudan burun vitr o'qiganligini kin desa, ba'zilar kindab mushiyadan chiqqan. Va laysa fihi du'aun muaqqat. Vitrda nima yo'q, shu vaqti aniq duo yo'q. Vaqtliq duo yo'q. An-Nabiy sallallohu alayhi vasallam payg'ambar sallamdan rivoyat qilindi. O payg'ambar o'qitdi, Allohumma inna nasta'inuka. Ko'pinchisi shuni o'qitdi. Allahümme inna nesta'inuka yoki Allahümme hdina o'qitdi. Allahümme hdina fi man hadayt va afina fi man afayt va tawallana fi man tawallayt va barik lana fi ma a'tayt va qina wasrif anna sharra ma qazayt innaka taqzi va la yuqda alayk deb shuni o'qitdi. Bular deydi, ana Muhammadning so'zining ma'nosi laysa fihi du'aun muvaqqat deganning ma'nosi undaq emas demakdir. Buningda belgilangan bir duo yo'q degan so'zning ma'nosi shuning g'ayri demakdir.
Endi duoni yaxshi qilinmagan, yaxshi duo qilinmagan, endi obdan duo yadamagan ya yaxshi deganmagan kishi Allohumma g'fir lana desa bo'ladi, bir nechta chiqdi. Shunda duo qilsa bo'ladi, Allohumma g'fir lana deb. Robbana atina fid dunya hasana, buni o'qisin bo'ladi, Parvardigor bizga dunyoda yaxshilikni bergin deb. Abu Lays uningdan keyin payg'ambar alayhisolamga durud yo'llashni rivoyat qilgan, shu duoni qilib bo'lib. Bu İmam Naxaiydan rivoyat qilingan. Buni o'sha duoni ba'zi ulamolar yomon ko'rdi. Bu duo qilish to'g'riliq hadis kelmaganlik uchun. Endi uningda ya'ni duoni emas, o'sha durud yo'llashni. Duoni qilib bo'lib, Rasululloh durud yo'llash to'g'risida bir hadis asosan kelmaganlik, sahih hadis yo'q. Shuning uchun qala wala qunuta fi g'ayriha. Buningdan boshqa vitr namozidan boshqa namozda vitr duo qunuti yo'q. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu deganlik uchun ma qanata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundat namozida faqat bir oy qunut o'qidi, uningdan burun va uningdan keyin qunut o'qib boqmadi degan. Mushuning asosan u Rasulullohning bir qitimli o'qigan qunuti favqul adi bir ahvol. Ya'ni favqul adi bir ahvol. U vaqtda ig'ir bir musulmonlar musibat kelgan, beshiga ig'ir kun tushgan, qorilardan 70 ta kishi o'ldirilgan bo'g'achqa payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qigan, undan boshqa alohida o'qimagan deydi. Ammo jumhur ulamolar o'qisa bo'ladi, favqulodda ahvolda o'qisa bo'ladi deydi. Ravot Ummu Salama radhiyallohu anha rivoyat qildi. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam to'sqan qunut o'qishdan bomdat namozida deb ekan. Buni Ibn Majah, Daruqutni, Tibrani, Bayhaqi chiqargan va isnaduhu da'ifun jiddan dedi. Bu hadisning isnadi zaif bo'ldi. Bomdatda o'qimadi degan gap bu, to'sdi degan gap buning zaif isnadi. Buningga tayanig'i bo'lmaydi va e'timod qilg'ili bo'lmaydi. İnşallah dersimizning oxirisi yana shu nimamizga munosabatlik bo'lib, dersga munosabatlik bo'lib, mana va ma rawa Anasun, İmam Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis, annahu sallallohu alayhi va sallam kana yaqnutu fi salati subh. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bundat namozida duo qunut o'qitdi deb rivoyat qilgan hadis. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning hadisiga Qatada Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisga bu Qatada dedi, qanata Rasululloh payg'ambar alayhisolam bundatni rukudan keyin Arabninki ma'lum qabilalarga duo qilib ruku qunut o'qigan, am buni tashlab qo'ydi deganligi uning mansuhligiga dalolat qiladi deydi. Mansuh deydi. Ammo yana shunday bir ahvol bo'lgan chog'da o'qisa bo'ladi. Jumhur ulamolar buni mansuh degan, Hanafiylar, ammo boshqa ulamolarning qarashida bu mansuh deyilmagan. Falaw sallal fajr xalfa imamin yaqnut. Agar namoz o'quvchi bomdat namozini qunut o'qiydigan imomning oqisida o'qib salsa, imom Shofiy mazhabidagi imomning oqisida o'qib salsa, yutabi'uhu inda Abi Yusuf. Imom Abi Yusuf rahimahullohning qarshida uningga ergishib o'qiydi. Li'alla yuxalif imamahu. Imomga muxolifatchilik qilmaslik uchun. Ikkisining qarshida va indahuma la yutabi'uhu. Uningga ergashmaydi. Li'annahu hukmun mansukh. Çünkü vetr o'qish mansukh hukm. Ve sara kettekbiratul khamisati fi salatil cenaze. Bu 5-ci qitimliq takbir etgan o'xshashilab qoldi jinoza namozida. Vel muhtar ennehu yaskutu qaiman. Yaxshi qarash u odam jim turdi. Eng yaxshi o'qiydi. O'qig'ay yaxshi. Walau saha anil qunut faraka, agar duo qunut o'qitgan vaqtida esida yo'q, duo qunutdan unutib qilib, sahvan ketib, ruku qilsa, andın isi kelsa o adam qayt o'qimasin bo'laverdi. İmam Ebu Hanife duoni qayt o'qib, andagi ruku qiladi deganlar bor. Shu vaqtda o'qiyapsizmi bo'ladi. İnşallah dersimizde ağzıyla devamlaşıdı. Hem de şu avvalki 2 rekatga qilinadigan qiraat farzmi emasmi? Bunun ulamalar hakkında qaraydi. Mana bu haqda dersimizde inşallah ayetini başlab devamlaştırırız. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Bi rahmetike ya rahman rahim.